Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugun yana o'z fermamizdan tomoshaga video tayyorladik. Videomiz davomida nima ishlar qilganlarimizni aytib o'tamiz. Xo'sh, bu tuzlarni yana qaytadan qo'yib chiqdik. Keyin tug'um vaqti yaqinlashgani sababli echkilarimizga uni yem berib boshladik. Yem berish tartibi qanaqa bo'ladi? Xo'sh, har bir echkimiz yo qo'yimiz 300 gramdan yem yeydi, 2 mahal 600 gram yeydi. Xo'sh, 600 gram yeydi, nimalar yeydi? Mana bunga ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, shulxa, kepak, arpa uchalasini aralashtirib 100 gramdan 300 gram qilib beramiz. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin, qorni to'yib bemalol yotibdi. Keyin mana videoda davomida aytib o'taman, mana bu qo'chqorimiz sotuvga qo'yiladi. Hali emas, hali endi. Xo'sh, mana buni boquvga qo'ydik. Yemi tugasa yemini berib, bo'ylari 1 metr plus. Yoshiga keladigan bo'lsak, yoshi 2 tish. Xo'sh, mana bu qo'ylarimiz ham to'q bo'g'oz bo'lib turibdi. Mana bo'g'oz. Erta mart oylariga tug'adi, xudo xolasa. Mana bu echkimiz ham bo'g'oz. Kim nima deylaydi? Mana bu echkimizning qorniga e'tibor bering. Oldingi qorin tuqqaniga 2 ta bo'lalagandi. Endi nasib etsa, men bu qoringa qarab 3 ta bo'lalaydi deb turibman. Mana sizlarga oddiy bir zotlik narsa bilan o'zimizni jaydari narsalarni boqishda yo'lni. Oldingi videomga ham aytib o'tganman buni. Birinchi qo'chqor boqaman deganlar uchun maslahat deb video chiqargandim. Xo'sh, mana buni yana spoti. Mana o'zi tepadan olingani uchun mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana qo'chqorchamiz yoshi bundan kichik. Hisorsga buni Qashqadaryo viloyatidan olib kelganmiz. Ana bo'yi gavdalariga qarasangiz, mana farq qilib turibdi. Ikkalasi. Bulardan zot olamiz deb bir moda bir qo'chqor olib kelganmiz. Bu o'shalar o'zimizda jaydari qo'ylarning bolalari. Ya'ni mana bu qaraquloq egiz tug'arimizni bolasi mana bu. Ko'kimizni bolasi mana bu. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Ko'kni nima uchun olib yuribsan, jaydari bo'lsa degan akalarimiz uchun nima deydi, hammani bir o'ziga yarasha qiziqishi yo bir avtoritetga bir bunaqa boqishi bo'ladi. O'shani hisobiga men ko'k qo'yni bozor tushganimda yoqtirib qo'ygandim. Xo'sh, to'qli barra edi bu. Birinchi qorin tug'ishiga mana shu baramizni tug'ib berdi. Bu urg'ovchi. Endi biz chorvani ko'paytiramiz deganimiz uchun xo'sh, urg'ovchi hayvonlarimizni sotuvga qo'ymaymiz. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Like bosing. Agar kimda kim yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, ya'ni qanaqa qo'y boqish, qanday boqish, yo men bilmagan narsalarim bo'lsa, albatta kommentariyaga kutaman. Kommentariyalaringiz befarq qoldirilmaydi. Hali ham obuna bo'lmay tomosha qiladiganlar obuna bo'lib bo'lish qo'ng'iroqchasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi.